o'zi yo'q to'y bo'lganlar lekin tovushi o'qda ekan. Sizlarga aytganman, xotining xo'ra bo'lsa, urdi xudo deb. Voy, bu aka, aka deb opa yomon ekansiz. Mana bugun bosim bo'lgan Sirdaryoda o'sha mashhur Shanti Mahfuza opamiz kelgan. Bitta 2 kilolik somsa bir tasar qayla agar 15 daqiqada yeb qo'ysangiz bosim bo'ladi mana $200. Yana shu birgala voucherlar. Yo, $400 qiling, yana bitta somsapni yeb tashlayman. Yo, qo'ying, yorilib ketasiz. Yeb tashlayman, yeb tashay. Qo'ying. Mana $400 o'lib ketsin mana somsa. Tayyormisiz? Tayyorman. Vaqt o'sha. O'sha bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Bu meni yo'radi-ku. Bu opani erini joniga tuzum bersin. Qanday chiryapti? Somsa qanday ekan? Chalg'itmang gap. Yo, ikkita somsa ya, bir boshiga. Shu bilan 65 kilo bo'lar ekan-sizda. Bosing. Ya. Bosing opa. Shunaqa qilyapti. Voy. O'zi yo'q to'y bo'lganlar lekin tovushi o'qda ekan. Voy, bekarga shansi deyman ekan. Sizdan qo'rqyapmiz. Lagan qolsin. Mana bo'sh lagan. Bo'ldi. Lagan qolsin. Yangi yilga dasturxonga pul ishlayapman. Bosing. Mana qayla. Bo'sh kosa. Bo'sh lagan. Mana bitta somsa, bitta qaylani yeb ol. Endi buni ham bosing. Vaqtimiz bor hali. Bosing. $200 yetar ekan. Buni yegan ertaga kelaman. Siz yeyman deb katta gapirib o'tirdingiz-ku. Bugun $200 yetar. Ertaga buni yegan kelaman. Mana gap. Yutdi. Mahfuza Shanti opamiz. Bang, bang, the hook whistle is just a bazoo. Bang, bang.